Qanday? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Omonmisiz, tinchmisiz? Yili necha ekan? 2022. Kraskasi? Kapot uchmas, sepilgan-ku. Sepilgan. Kapot polni sepilganda? Yo'q, bitgan. Kapot avval bir sepilib, keyin yana sepilganmi degan. Ekranlar qayerda bitgan ekanda aka? Sepilganda, yo. Bekka aka, qarang mana, Jamma aka. Mana bu yoqqa ham kelganda, qarang, mana. Ko'ryapsizmi? O'zi ketganda, o'shanga aytayapman-da. Bunday sepilgan ekan. Ozroq joy radnoy qolgan ekan-da. Bu eshiklarchi. Hamoyimni bilmadim, lekin kraska bu. O'sha tepasi. Mana o'zi sepilgan bergan. Bag'la yasalgan. Sepilgan ekan. Buni bironta bergandingizmi? Yo'q, bu eshik ham, mana eshik pasti bo'lmasligi mumkin, lekin bayaqlar sepilganda. Bu eshik ham bundan sepilgan. Kimni olmayapti aka mashin? Ha, tom o'zizga bo'lganmi? Nima bunday qilib sepib yuborganmisiz? Bu eshiklar ham bor. Eshiklarimiz ham. O'shani aytamiz. Ikkita yo'l beringlar, yo'l. Ikkita yo'l beringlar. To'g'ri bu qanotga boring. Chatoq sepilgan. Aynan shunday. Mana eshiklar olsin. Omborlar ham chekkan. Qo'rqing. Arkasini ham o'chib oling. Yo'q, zavodskanda shpagilovka qilmay. Yo'q. Hop. Mana 85 ga qilaylik. Nimani? 72 ni. 72 so'radingiz-ku, jentran. Ha. 85 lar aniqsa olmaydi-ya bari. Ha, egasi chaqqaki, gaplashib ko'ring. Bermayapti-da shu. O'rab ko'ring, qancha zo'r o'raysiz-da. Deya, vahima qilmang. Man nima deygansiz deyman. Siz yo'q. Akalar o'rab qo'yasiz har zamonga. Yo'q, unday demang. Odamlar kelmay qo'yadi, o'rab qo'yadi. Egasi kim edi buni? Bitta odam keladi. Asli almashganmi aka? Tom Radnoy. Bog'lari bilan urib taylagan buni. Sepganda lekin Tom Radnoy. Bog'lari takliflar o'zingizga. Mana bog'lari. Xo'p, aka, nech bildingiz? Samarqanddanmisiz? Katta Qo'rg'ondan keldingiz. Malades, omon bo'ling. Hurmat uchun rahmat. Krediti yo'qmi buni? Nech pul so'rayapsiz? 110 deymi? Yo'q, kelishtirib ayting. So'raverasiz. Bo'ladi, mayda shuyda qilmayman. Kraskasi ko'p ekan mashinada. Bitta tomi bilan kapoti qolgan. Ya bitta tom demayman-da, stoykalar polni sepilgan. 4 ta eshikda ham tepasi bilan sepilgan. Kubalar hisoblanadi, kapotis kraska. Mashina endi butun joyini sanasangiz bo'ladi. Ha. Kraskali joy. Stoykani ham bunday qiyshiq qilib qo'ygan, tomi ham. Po'latsiz 70 million beraman. Yili yaxshi ekan. Bering, 70 millionga olib qolaman aka. To'g'ri kelsa bering. To'g'ri kelmaydi-siz. Yomon so'ramadim, mehmonsiz. 1 so'm, yarim so'm baland so'radim aka. 90 million ketsa Samarqand bozoriga bermoqda. Ya, Samarqand bozor qimmat. Kecha bozor chiqdi. Samarqand qimmat bilaman aka, tan olaman uni. Mana bu YouTube'dan ham bozorchilarni ko'p ko'rsatadi-ku.
O'sha ko'raman, Samarqand bozorini ko'raman. Agar real narx bo'layotgan bo'lsa, baland ekan, juda deyman. Hozir necha bo'lsa sotmoqchisiz aka? O'sha tepasi bo'lsa. Kamiga ham 90 bo'lsa sotasiz, undan pasayib bermaysiz, to'g'rimi? Tushunishim bo'yicha shunday. Uni mana shu nimadir tushgan buni tepasiga aka. Shu tom shuncha Mana shu sekin. yerdan kelib tushgan o'ttadan. Ikkita stoyka bilan orqa stoyka uncha emasdan shu oldi berdi uglovoylari yo'q. Krepinalari yo'q. Yana ham akam o'zlari biladilar nima bo'lgan bo'lsa. Ya aka ham shunday olgan ekanlar. Bunda to'shni bilmaydi bu. Baq to'shni bilmayaptilar. O'zlari bo'lmaganda. Ha bo'lish oldi tomonga. Qisqasi baq 90 dan pasayib bermaydi. 90 dan pasayib bermaydi baq. Mashina yaxshi taqlasa bo'ladi, ezib qo'ygan boshqa. Stoykalarni ham modniy qilib Hamma qo'ygan. joyini yasab chiqqan, lekin iringanmi nima bo'lgan bo'lsa, mashina lekin bunday past qismlari suya butun mana shu tepadan tushgan. Oldi tomondan tayyorlash. Daraxt tushib ketganmi, nimadir bo'lgan bunga. Ha, endi holat shu sotar kunduz bo'lsa, kelishtirib ayting mana. Qisqasi akalar ko'ringlar 2022 avtomat qancha yurgan? 93 ming. 93 ming yurgan Nexia 3 avtomat. Aka 90 million oxiri, 90 million bo'lsa berish ko'ngillari bor. Kraskasi, tomi, kapoti, kraskasi bor.